Endi vizalar 1 soatda chiqadi. Centrum Holdings kompaniyasidan narxlar keskin tushibdi. Ulug'bek aka oldilariga keldik. Yanvar oyida narxlar juda ham bomba deydilar. Bizda 650-700 dollarlik umra paketlari yo'q. Bizda har doim standart plus paketlar dedilar. Qo'limdagi ertagalik uchadigan umrachilarning vizasi ekan, tayyor, 1 kun oldin tayyor bo'lar ekan. Videoda oxirigacha ko'ring. Mana shu videoga quvvatlash uchun bitta kommentariy yozib qo'ying, like bosib qo'ying, bizga obuna bo'lib qo'ying, chunki bizda har doim arzon tur chiqmasligi mumkin, lekin eng sifatli turlar Umar Abdulvohid kanalida bo'ladi. Assalomu alaykum Ulug'bek aka. Yaxshimisiz? Rahmat. O'tiring Ulug'bek aka. Ulug'bek aka, bugungi videomizni to'liq yolg'onlarsiz ochiq oydin qilsak, chunki yurtdoshlarimiz kommentariyada yozishyapti, to'xtamasdan yozishyapti. Aka, borini aytinglar. Madina Munavvaradagi, Makka Mukarramadagi sayohatlar, ibodatlar hammasini aytib bering. Sizlar tomonidan qanaqa bonuslari bor deb juda ham ko'pchilik kommentariy yozishadi. Sizga yana qanaqa kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada yozib keting. Siz o'zi kim bilan bormoqchisiz? Shuni ham kommentariyada yozib keting. Hozir Ulug'bek akaga so'zni beramiz. Ulug'bek aka, birinchi savolim, qayerlardan reyslar bor? Xo'p, birinchi savolingizga 6 viloyatdan premyer reyslarimiz bor. Samarqanddan, Termizdan, Toshkentdan, Farg'ona, Andijon, Namangandan premyer ham Madina Munavvara ham Jidda shahriga premyer reyslarimiz bor. Xo'p, mana bitta narsani eshitdim. Agar hozir yo'q joylar ham bor-ku, Xorazmda, Xorazm reys bo'lsa, reys yo'q. Ularga qo'yish imkoniyatlari bormi? Keyinchalikmi yo hozirmi? Xudo xolasa endi rejalashtirib turibmiz. Endi bu yilga bas, keyingi yilga xudo xolasa qo'yish rejalashtirib turibmiz. Uning uchun kommentariy yozsa, so'rovlar berib turishsa, asosiy so'ralayotgan Samarqand, Termizga qo'yildi. Toshkentdan asosiy, keyin Namangan, Andijon, Farg'onadan qo'yilgan hisobiga. So'rov qatdan ko'p bo'lsa, o'shdan reyslar qo'yamiz. Do'stlar, kommentariyada yozib ketinglar, chunki mana Termizdan reys qo'yilgan. Men xohlayman 12 ta viloyat bo'lsa, 12 ta viloyatda reys bo'lishini xohlayman. Kim meni gapimga qo'shadi ham bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'z fikrini yozib ketadi. Ulug'bek aka, yana bitta narsa, Madina Munavvaraga reyslarmi, Jidda shahriga reyslarmi? Xo'p, premyer ham Madina Munavvaraga uchadi reyslarimiz, ham Jidda shahriga uchadi. Xo'p, endi Madina Munavvaraga 3 ta ham deylik. U yerda necha kilometr masofa, Makkadan necha kilometr masofa? Xo'p, bu yerda mehmonxonamiz, gostinitsalarni so'ramoqchi bo'layotganmiz. Madina Munavvarada 200-300 metr oralig'ida bo'ladi. Piyoda kirib chiqdi, azon chaqirsa bemalol piyoda namozga ulguradigan darajasida. Makka Mukarramada 1,5-2 kilometr joylashgan mehmonxona, avtobusda bo'lsa 5 daqiqalik, piyoda kirib chiqaman deganlarga ham 10 daqiqalik masofada bo'ladi. Xo'p, odamlarda kutilmagan holatda yanvar oyining narxlari qanaqa bo'lyapti? Xo'p, yanvar oyi narxlari Toshkentdan, keyin Vodiydan 1050 dollardan, xo'p, Termiz bilan Samarqanddan 1100 dollardan bo'lyapti standart paketlarimizga. Hozir men bilishim bo'yicha, men ijtimoiy tarmoqda ko'ryapman, 1200-1300 bas, lekin 1050-1000 bo'lyapti. 1050 dollardan shu Vodiydan qilib beramiz. Samarqand, Termizlardan bo'ladigan bo'lsa 1100 dollardan standart paketda premyer uchun borib kelishadi. Xo'p, u yerda necha mahal ovqat bo'ladi? Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal obed, kechki ovqat bo'ladi, Makka Mukarramada 3 mahal bo'ladi, o'zi milliy taomlari bo'ladi. Xo'p, sayohatlarimiz qanday bo'ladi? Xo'p, sayohatlarimiz, Qizil dengiz sayohatimiz bor, Sulaymon Roziy masjidlarida kechki ovqat pikniklarimiz bor, Madina Munavvarada xurmo bog'ida oshlar tashkillashtirib berilgan. Bu sayohatlarimizga kiradi. Sayohatlarimizni aytdik, gostinitsaning masofasini aytdik. Yana nima so'rashyapti? Ravza Munavvara. Juda ko'p kommentariyalarda muhokamaga bo'lgan gaplardan bittasi Ravza Munavvaraga olib kiriladimi o'zi degan savol bo'lyapti. Xo'p, xudo xolasa shu kungi jo'natgan odamlarimizni 100% olib kirib chiqardik. Bundan keyin ham 100% harakat qilib olib kirib chiqamiz. Chunki Madina Munavvarada borishdan maqsad hammani niyat qilib qo'ygani Ravzaga kirib 2 rakat namoz o'qib chiqish bo'ladi, xudo xolasa. Keyin yana qolib ketgan narsamiz 11 dan oshiq yana ziyorat turlarimiz bor. Bu ziyoratlarimiz, ziyoratga xudo xolasa 11 dan oshiq ziyoratlarimiz yo'q. Madina Munavvarada Makka Mukarram bo'ylab olib kirib chiqiladi. Yana Qur'on zavodini aytib ketsam, ko'pchilik so'raydi, Qur'on zavodiga borib kiramizmi, kirmaymizmi deb so'rashar ekan. Qur'on zavodida haftada 3 kun dam kuni bo'ladi, 4 kun ish kuni bo'ladi. Ish kunida to'g'ri kelsa, xudo xolasa 100 soat olib kirib chiqaramiz. Dam kuni bo'lsa olib kirib chiqaramiz, chunki davlatning zavodi 5 kun olib kirolmaymiz. 5 kun olib kirilmaydi, qolgan olib kiriladi. Endi Ulug'bek aka 50 yoshlarimiz u yerda kutib olishadimi yo bu yerdan birga ketishadimi? Qanaqa tartib qoidasi bo'ladi shu? Xo'p, 50 yoshlarimiz hozirgi kunda 70% ham 70% birga borib, birga kelishyapti. 30% ulgurmaganlik hisobiga, reysimiz ko'paygan hisobiga yerda kutib olib, 14 kun davomida umralarni, ziyoratlarini, sayohatlarini qildirib qo'yib, yana biz firmamizdan berilgan 15 ta zamzam suvini sovg'a qilib O'zbekistonga tushirib olishyapti. Xo'p,
Menimcha to'liq ma'lumot olib berdim deb o'ylayman. Yurtdoshlarimiz bor fikrlarini kommentariy yozilgan narsalarda esimda qolganicha olib berdim deb o'ylayman. Agar qanaqa kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada bemalol yozishlaring mumkin. Bepul yozish, chunki siz yozasiz, men kelib so'rayman. Siz yozasiz, men kelib so'rayman. Chunki men ham insonman, chunki hayolimda turmaydi bitta gap. Shuning uchun kommentariyada yozsalaring, hamma bu narsani so'ramay ketibman, yo nima bo'lar ekan tartib qoidasi. Bemalol izohlarni ochiq, bemalol yozsalaring bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun kommentariya, like degan tugmani bosib qo'ying va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz yangiliklar har doim sizga kelib turadi. Chunki bizda mana qo'yadigan turfirmada arzon narx bo'lmasligi mumkin, lekin eng sifatli turlar albatta Umar Abdulvohid kanalida bo'ladi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz, Tojikiston, Qirg'iziston, butun respublika bo'ylab aloqa bemalol bo'lishi mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.